Talablarga binoan, talablarga sovchi orqali bir oyda to'yim bo'lib ketdi. Bolaning onasi kelib, bizni surishtirmanglar, baribir bizni hamma yomon deydi. Men ularni gaplariga aldanib, to'yga rozilik berdim. Keyinchalik bildimki, erimning bir marta fotihasi buzilgan va hech kim qizini bermagan ekan. Risoladagidek to'yimiz zo'r o'tdi. Bilsam, erim ishlamasdan uyda o'tirar ekan, faqat changga allergiyasi bor ekan. Hech kimning maqsadini oldindan bilib bo'lmas ekan. Bora-bora mehribon bo'la boshladi, yaxshi yashab kelayotgandik. Arazlab qoladigan xarakter bor ekan. 3 kunlik kelinman. Nomimga kredit olish haqida gap ochildi. Bizda hech qanaqa zakis yo'q edi. Shundan foydalanib, qaynonam, qaynatam va erim nomimga 300 million kredit olishni planlashtirgan ekan. Onam bilan maslahatlashib, onam qo'ymadilar kredit olishga. Erimga olmaymiz kredit desam, yo'q, olamiz, apteka ochib beraman deb aldadi. Yo'q desam, birdan kirib arazlab, singillarini yoniga yotib oldi. Xayolimda o'yladim, menga kredit uchun uylanganman deb. Juda g'alati oilaga kelin bo'lib tushganimni tushunib yetdim. Bir kuni qaynisinglimni uchrashuvga chiqib ketdi yigiti bilan. Qaynisinglim telefonni ko'tarmagan uchun erim qaynisinglimni ko'chaga chiqib ketishini erim ham bilar ekan. Qaynisinglimni rosa chaqirdim, lekin javob bermadi. Shunga meni aybdor qilib, o'zim qolganim tufayli uyda qaynonam ishdan kelib meni aybdor qila boshladi. O'g'limga san yetkazgansan. Qaynonamga qizingizni aybini bekitganim meni aybimmi? Qaynonam qaynisingillarim bilan qo'shilib urdi erim. Ketayotib qaynonamga aytdim, qizlaringizni ham yashashini ko'ramiz, o'lmasam ko'raman dedim, deb so'zlab berdi bir obunachim.